Qo'rqma qizim, o'zingni bos. Amaki, u meni itarib yubordi. U meni o'ldirmoqchi edi. Uni yordamga chaqirdim. A'zoy badanim og'rigandi, qo'rqib ketgandim. Ular bo'lsa meni o'lishimni, ularni ko'z oldida timsohga yem bo'lishimni tomosha qilib turishdi. Plastik operatsiya qilish mumkinmi, doktor? Albatta. Rentgen qog'ozlari tayyor bo'lishi bilan asl qiyofangizni tiklaymiz. Yo'q, doktor. Ilgarigi qiyofamni qaytarishni istamayman. Buning uchun kelgan emasman.